Men Islom Karimovman. Ayyo, sizlar o'ylagan inson emas. Hikoyamni boshladim. Men 2022-yil 15-mayda Toshkentda tug'ilganman. Tug'ilishimga sabab mana bu ikki insonlar. Tug'ilishim bilan syomkada katta bo'lganman. Oho, esimda. Rosa qiyin paytlar edi. Issiqda dublaj yurganlarim, mashinada syomka yurganlarim. Aytishadi-ku, mashg'ulot payti qiyin bo'lsa, jangda oson kechadi deb. Men 6 oylik chaqaloq paytimda blogerlikni boshlaganman. Aytgancha, onajonim Binafsha Sultonova menga ovoz berdilar. To'g'risini aytsam, men juda sho'x va o'ta topalonchi bo'lganman. Jinnilik qilib ota-onamni sabr kosasini to'ldirganimdan 2 yoshimdan bog'chaga chiptirishgan. Esimda, birinchi kun bog'cha borganimda rosa yig'laganman. Nafaqat men, oyim bilan dadam ham yig'lagan ekanlar. 2025-yil biz uchun juda sinovli yil bo'ldi. 10-yanvar kuni kechki payt oyim raddomga ketdilar va dadamga qo'ng'iroq bo'ldi. Buving olamdan o'tdilar deb. O'shanda Alloh bir jon olib, bir jon berdi. 11-yanvar kuni singlim Maryam dunyoga keldi. Men ilk bor akalik mehrini his qildim. Hammasi yaxshi edi. Lekin nailoj Allohning irodasi. Singlimning umri qisqa ekan. 27-mart kuni mittigina farishtamiz bizni tark etdi. Ota-onam ijodkor insonlar. Bu ularning ruhiyatiga katta ta'sir qildi. Ozgina ijodiy pauza va yana ijod boshlandi. Hozir 4 yoshdaman. Shu kunga qadar juda ko'plab videolar va reklamalarda suratga tushganman. Yosh bo'lishimga qaramasdan, o'z oldimga katta maqsad qo'ydim va 2026-yil ijodga maksimal darajada yondashishga bel bog'ladim. Muntazam postlar joylab kelmoqdaman. Hozirda obunachilarim soni 150 ming. Xudo xohlasa, sizlar podдержка qilib podpiska bosib tursanglar, bolajonlarimiz uchun manfaatli kontentlar chiqarib tez orada 1 million obunachi bo'lamiz. Aytgancha, yaqinda men va oyim uchun quvonchli voqea bo'ldi. Dadam to'satdan eshikni taqillatib, gulva nimadirlar olib keldilar. Keyin bilsam, menga chokokon va oyimga iPhone olib kelgan ekanlar. Tabriklasanglar bo'ladi. Men endi nufuzli brendlardan biri Chokokonni ambassadoriman. O'zimga nimani ravo ko'rsam, sizlarga ham shuni ilinaman. Xullas, har bir insonning o'z tarix hikoyasi bo'lgani kabi, bu meni qisqacha tarix hikoyamning boshlanishi edi. Nima bo'lishimiz va kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, shu videoni ko'rib turgan ota-onalarning farzandlari nomiga mos va xos insonlar bo'lishsin. Amin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sirâtal mustaqîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim ghayril mağdûbi aleyhim veleddallîn. Islom, yaxshi o'rganganing uchun endi senga surpriz chokokon beramiz. Bir chokokonni ber. Ana. Nochog'ing chokokon? Ha? Surasini yodlaganman. Qaysi surani yodlading? Fotiha surasini. Endi bu safar qaysi surani yodlaymiz? Ixlos. Shunaqa zo'r suralar aytib bersang ekan, senga shunaqa ko'p sovg'a beramiz, xo'p? Qachonki biz farzandlarimizning kichkinagina yutuqlarini vaqti bilan rag'batlantirishni odat qilsak, jamiyatimiz uchun munosib insonlarni yetishtirgan bo'lamiz.